Assalomu alaykum kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Do'konimiz nerda deb so'raganlarga shu manzilimiz bilan. Do'konimizdan chindan kelasizlar. Bitta ko'raqlachaqdan darvoza bor. Shu yerdan 11-do'kon. Qishloq xo'jalik texnikalari, moddiy zapchaslari hamma narsa o'zimizda bor. Xudo xolasa do'konimizdan kelib ishlarimizni bir joydan bitirib, benzinli modda, to'qli modda, to'qli nasos, benzinli nasoslarimiz, suv chiqaradigan nasoslarimiz. Hammasini zapchaslari bor o'zimizda. To'qli nasos o'tgan ustalar, to'qli modda o'tgan ustalar bo'lsa, tanishlarimiz ham bor. Telefonlashsangiz, telefon nomerlarini aytib, ishlarimizni arzon bitirib beramiz. Xizmatlarimiz bo'lsa kelaverasizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Hamma vaqt. Assalomu alaykum kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Bugungi olamiz. 70 to'p bo'ldi. Yig'ib, gazani taxlab berganmiz. Xizmatlarimizga kelaverasizlar. Assalomu alaykum kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Buni oqshom olib kelamiz. Bitta xudo xolasa. Zaposhlarni qo'yib beramiz. Zaposhni yosh qo'ygan. So'qay bizda ishlatgan. Zo'r etib qo'yib beramiz. Toza zaposh. Chotka taxlab beramiz. Shuna xizmatlar kerak bo'lsa, telefonlashaverasizlar. Umur'un hepsini vereyim sana. Mehmet koyarsın da değil. Ava. Yo'q, boshqa. Eskilar. Vaqt kerak bo'lsa. Bahası 4,5 deydi. 4,5 million so'm. Tasavvur yo'q deydi. Remodelini tayyor bo'lib turibdi. Bunlar ham. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bu do'konimizda 590 so'm yog'ib taxlab garantiyalardan beramiz. Sizlar bilan korpusdan sotib beramiz. Xizmatlarimiz kelaverasizlar. Zapchaslar ham o'zi bor bizimizda. Bugungi ishchilarimiz bilan o'tiradigan gizlab po'shin qo'yib berdik. Karavotlarni taqilgan ekan, taravotlarni tozalab berdik. Yomon biznes qilgan ekan. Xudo xolasa mana zo'r etib tuzatib berdik. Xudo xolasa ishlataveradi endi. O'tiradigan bu zapchaslar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Xudo xolasa arzon etib chiroyli etib bitirib beramiz ishlarimizni. O'tiradigan der apparat, pompa, jatka, hamma zapchaslari bor. Xudo xolasa o'zimizga kelaverasizlar.